ko'zlarga tor ko'rindi, shayton aldamoqqa urindi, yurak sog'inch bilan urardi. Rasulullohni sog'inganda, hadis tinglaganda yoqardi, ko'zimdan yoshlarim oqardi, tunlarim uyqusiz o'tardi. Rasulullohni sog'inganda. Assalomu alaykum hurmatli aziz tomoshabin do'stlar, yana bizni YouTube kanalimizda kuzatishingiz mumkin. Ibratli so'zlar dasturi davom etadi. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. O'zbekiston fuqarolari, aziz va mo'tabar ko'zimni oq qorasi O'zbekiston fuqarolari, meni tanigan ham bor, tanimagan ham bor. Men ham Xudoni bir bandasiman, o'zbek ayoliman, O'zbekiston fuqarosiman. Alloh nasib qilgan bo'lsa, ozginami ko'pginami bilimim bor. Xudo xohlasa shunchalik qilganiga ham shukr. Yaxshi yuribdilarmi, tuzukmisizlar? Men ham anchadan beri chiqa olmay qoldim. Oldinlari ham mana shunaqa yaxshi kelayotgan Ramazon oylarini oldilarida, arafalarda va Ramazon ichlarida ham chiqqanman. Men Marjon kanalidan chiqqanman, tanisanglar. Xullas kalom, O'zbekistonimni yaxshi ko'raman. Ten joylaringlar sog' bo'lsin. Meni kim eshitgan bo'lsa, har kuni xayrli bo'lsin, bosgan qadami ham hasanatli bo'lsin. Ten joylaringlar sog' bo'lsin. Shunday ekan, men Marjon kanali orqali tanilganman. Shu Marjon kanalini nimaga qo'yganimni ham aytganman. Men kelimadan ham boshlaganman. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima bilan yuringlar, kelimani o'rganinglar. Kelimani ikki olamni ustimi bo'lishi mumkin ham deb taxmindan ham aytganman. Endi mana domlalar ham isbotlashdi, undan ham gidora ham qilib aytgan domlalar ham bo'lishdi. Xullas kalom, kelima odamga hamroh bo'lsa yaxshi. Marjon kanalida shu kelimani ko'proq ko'tarib chiqqanman. Shu kelimani marjon qilib bo'yninga taqib olsani, erkam xotinmi o dunyoda qiynalmaysizlar degan umidda aytganman. Kelima endi ko'zga ko'rinmasa ham bu juda yaxshi narsa. Kelimang bo'lmasa bir yalmab yutardim deb bo'la aytganman. Xullas kalom, kelima yaxshi. Kelima tavhid. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Kelima shahodat. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Xullas kalom, kelimada yaxshi. Bu jannat kaliti dedimmi? Dedim. Shu kelima bilan musulmon bo'lib jannatga ketkish aytilgan ko'p joylarda. Shuning uchun kelimani yaxshi ko'raman. Sanga kelimani jahannamdan sen bilolmasan aqalli kelimani. Hamma kitoblarda bor. Kelimani aytib yurishinglarni istaganman. Sizlarni duo qilaman. Xudo tenjoyinglar sog' bo'lsin. Ikki dunyoliginglar obod va yana obod bo'lsin. Dunyoda ham yaxshiliklarda ko'rishaylik. Jannatlarda birga bo'lish nasib ro'za qilsin. Allohim, bu dunyoda endi yaxshimi, yomonmi yashab o'tsak ham Allohimga shukr. Bergan
ne'metidan, rizqidan, taqdiridan, xullas kalom o'lgandan keyin tirilishdan, qiyomat kunidan hammasidan roziman. Alloh bizdan ham rozi bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki Allohning roziligini istab dunyodan o'tib ketamiz. Chunki bizga nima kerak? Hech narsa kerak emas. Allohning roziligi. Shu Allohning roziligini istab odamlar nima yaxshiliklar qilyapti, boshqa qilyapti, u qilyapti, bu qilyapti. Xullas kalom biz ham shu Allohning roziligini istab dunyodan o'tsak, niyatimizga yetsak, jannatida javlon ursak, sizlar bilan yana bir O'zbekiston fuqarolari bilan jannatida yurishni xohlaymiz. Endi bu dunyoda yaxshi yashasangiz ham, yaxshi yashamasangiz ham baribir 5 kilo dunyo. O'tib ketamiz. Shuning uchun bir ozgina Ibrohim Sultonim, Hikmat Sultonim kitobidan ozgina bir g'azal o'qimoqchiman. Diqqat bilan quloq solsani, mendan xafa bo'lmasani, Sultonim Hikmat aytib ketganlar. Beshak bilsang bu dunyo barcha eldan o'tar. Ishonmagin molingga bir kun qo'ldan ketar. Ata-ona qarindosh qayon ketdi fikr qil. 4 oyoqli cho'binot bir kun senga yetar. Dunyo molini yema, haqdan o'zgani dema. Kishi molini yema, haqdan o'zgani dema. Sirot uzra tutar. Qul xo'jahma toat qil, umring bilmam necha yil. Asling bilsang obigil, yana gilga ketar. Tadida sigatib gil deb tirpoqni aytadi. Tirpoqdan bo'lganmiz, yana o'sha gilga tirpoqqa ketamiz. Bu dunyoni endi birovni haqqini yeyish qiyin, sirot uzra baribir tutadi. O'sha mahalda yo pulib kel, yo qaza qilsan, yo bir nima qilsan, shuni shunaqa olganaqasi, yo omonatga xiyonat qilganaqasan deyilsa, shuni to'pga deyilsa, hech kim u mahalda to'pib kelolmaydi ham, yo'q ham bo'ladi. Shuning uchun Xudoyim shularni ustiga albatta jazo qo'yadi. Sirot ko'prigidan o'tarda yomon tutadi. Shuning uchun hurmatli O'zbekistonlar, birovni haqqidan qo'rqib, eson-omon 5 kilo dunyoyimizni Alloh roziligi bilan birovni qahriga, zahriga uchramasdan o'tishimizni Allohdan tilab qolaman. Shundan olgan kunlarda bizga ham ulug' martabalar bersin, yaxshi rizqlar bersin. Endi ko'p yesak ham, oz yesak ham hozirni o'zini bilishlar ko'radi. Allohga shukr qilsak, mana bergan ne'matlardan, bergan rizqdan roziman. Ozmi, ko'pmi, qancha bergan bo'lsa ham men roziman. Katta yemedim, katta kiymedim, men bundan noliman. Kiyimim ham mana qancha o'lganlarni kiyimi qoladi. Bir pasda yo'q, bir pasda yo'q. Voy, bitta mato odamni umridan ham uzul. Tamatoni. Ayniqsa endi ilgarigilar shtapel bo'ladi, boshqa bo'ladi. Hozirgi matolar juda pishiq. Odamni o'ldirsa o'ldiradiki, lekin o'zi o'lmaydi. Grimpel deysizlarmi, villur deysizlarmi, undan toza balo battarlar chiqib ketgan. O'lgani ham qo'ynalari shundoq qoladi. Bir vaqtida qaynonamlar amakilar o'lganlar. Qaynonam bilan boloxonaga chiqib yan kelincha basarlatgan. Mana shu erimni kiyimlari edi. Bir o'sha mahalda bir nimadir deylar ekan. Kashmirga o'xshab kastam shim chiroyli. Atyamelinasi. Shu yangi turibdi-da, yangi turibdi. O'lganlarga 6 yil bo'ldi. Shundoq yangi turibdi. Odam umri shunchalik hamma. Yollarda hayron bo'lgan.
shunaqa. Hozir yechib ketgandak. Shuning uchun kelinni dunyoga rizq qo'ymaylik. Endi Xudoyim oz bersayam, ko'p bersayam, baribir bizga bu dunyo vafo qilmaydi hech qachon. Anida qarab, tillalaringni qarab, kuynalaringiz qolib ketsa, buni hammasini javobi bor. Men ham o'zimga atab bitta mashina kiyaman, mashina aytaman, mashina olaman deb turib olgan xotin emasman-da. Qaynonam bergan ko'ylak, onam bergan ko'ylak, shularni kiyamiz. Xullas kalom shunaqa. Endi o'zimga atab bir ko'ylakni alohida tikish o'zimga loyiq kelmaydi. Gatoylarim ko'payib ketdi. Endi bir singllarim, bir urug'larda, ba'zi bir endi jiyanlarim, yo'q qo'shnilarim, duo qilib qo'yaman deb tashlab ketmasa, endi to'g'ri keladi, kelmaydi. O'zim qo'limdan keladi. Katta kichik qilib tikib olib, endi ko'nglimga o'tirsa kiyaman ham, duo qilaman. Yo'qolsa o'zimdan ham muhtojlarga beraman. O'shaning uchun endi 8ta ko'ylak bo'lsa, 8ta jannatda to'sadi degan gap ham bor. O'shaning uchun endi ozmi ko'pmi Allohga shukur qilib, bu dunyoda Allohning roziligini topsak bo'ldi. Nima ish qilamiz? Birov o'g'rilik qilmasak, jalablik qilmasak, birovni haqqini yemasak, qo'shnilar bilan urushmasak, endi shudir-da, nima ham qilamiz? Erga tegib, endi eri shu nimasiga narsa qilib sekin o'tib shu jannat topamiz deb erga tekkan ham ilgarigili. Shuning uchun endi hozirgilar endi bilmadim. Topsa topmasa qaro yer bo'ldi. Endi bu erga tegishga kelsak, o'sha eri izmidan bir mol mulkini yaxshi saqlab, halol pok bo'lsa, mol mulkini chiroyli saqlab, hammaga behuda berib yubormasdan, behuda sarf qilmasdan, sekin shukur qilib, oz topadimi, ko'p topadimi. Endi Xudo bergan rizqimiz-ku. Endi 2ta setka olib kelsa, unga ham noshukur qilsa, ertaga bitta setkani ham olib qo'yaman degan joylari ham bor-ku. Shuning uchun Allohga shukur. Ozmi ko'pmi yesak ham shukur. Semirib ketsangiz o'lim, ikkinchi o'lim deyilgan semizlik. Endi semirish ham odamni chiroyini ham ba'zida chiqarib yuboradi, jahonligini ham chiqarib yuboradi. Endi men semirishni ham yomon ko'raman. Meni umuman hech kim semirtira olmagan ham, semirmayman ham. Odam ozgina yuragi ikkala dunyoda nima qilib tursa, mana uni qilsam savob bo'larmikin, mana uni qilsam gunoh bo'larmikin deb ikkita ko'z endi tarozi bo'lib tursa, endi bir gap shunaqaga o'rganib qolish ham mumkin. Endi yeyversa ovqat ekan deb semirib, endi halol bormi, harom bormi, ehtiyot bo'lish kerak. Endi qanchalik endi noto'g'ri bo'lsa, endi yaxshi yurish ham oson. Men oyoqqa ham rahmim keladi. Bir qop unni ko'tarib yurish yaxshimi, 2 qop unni ko'tarib yurish yaxshimi? Hammasi oyoqqa zo'r keladi-ku. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, fizkulturalar qilinglar o'yinida. Mana o'ynasani ham fizkultura yaxshi deyilyapti-ku, muzika qo'yib. Sog'liq uchun har narsa qilish mumkin endi fizkultura. Deb bo'lmasa, doktorlar yoshligingizda maktabda 1, 2, 3, 4 o'rganganmisizlar, achalar shunaqa ham qilaylik. Endi qon quyilib qolishi bor, yotib o'lib, yeb yotish yaxshi. Kelinga endi hamma ish tashlab qo'yib, qo'lingizdan kelgancha bola boqasizlarmi, idish yuvib kelasizlarmi, ish qilib qimillagan yaxshi-da. Hech qachon birovga muhtoj qilib qo'ymasin. Allohim. Endi safarga ketganlarni men oldin ham gapirganman, Shukrullo domladan oldin ham gapirganman, shopirlarni ham gapirganman. Xudoyim mana shu safarga ketganlarni, mana shu musofirlarni ayniqsa, kim safarga ketsa ham o'ynab kulib ketib, o'ynab kulib kelsin. Nima niyati bo'lsa, niyatiga yetsin, murodiga yetsin. Niyatiga yetsin. Juda qiyin endi. Bitta ish oson bo'lmaydi. Beda ham, ag'da ham. Hozir juda ham odamlar juda tabi nozuk,
bilarmon bo'lib ketgan o'zi beri endi kattakon bo'lisham qiyin bo'lib qoldi. Bitta oilaning odamlar evlenibdi, so'rasur o'sib qo'ydi, tashlab kanalga degan gaplar endi yo'q qizga kuchi yetmay, yo'q o'g'liga kuchi yetmayotganlar juda ko'p bo'libdi. Alloh asrasin. Qizlarimiz ham Xudoyim insof bersin, o'g'illarimizga ham insof bersin. Endi yo'g'i yana yomon. Bori endi ham desangiz endi bir kun bo'lmasa bir kun foydasi tegadi. Shular biz orqamizdan chirog'imizni yoqib qolsin deymizda. Endi bolangiz haq deb o'tish ham juda qiyin. Alloh befarzandga farzand bersin deganman necha marta ham deyman ham. Chunki har doim namozimda ham shunaqa deyman. Hech qachon Alloh berardan qismasin. Chunki ayollarning gunohi bormi yo'qmi buni tushunib yetmaydi. Balkim shu tomondan ham qisishi mumkin. Bilib bilmay qilgan gunohi bor bo'lishi mumkin. Endi beayb Parvardigor beraman desa o'zi beraveradi. Juddayam unga hech nima emas. Endi ayollar tushunmaydi. Man nima bo'libman, gunohim bormikan deb o'ylab qaraymizda nima qilamiz. Shuning uchun berardan qismasin. Bizdagi bir ikkita tug'sin, ko'yib pishib yursin, shirini bor, achchig'i bor bolani orqasidan. Har xil. Shunaqa ekan, hech kim termiltirib, ko'zini yoshga to'ldirib, tengqurlarning ichida o'kisitib qo'ymaslikni doim Xudodan tilayman. Ey Xudoyim, beradigan Allohim o'zing sab. Shu bilib bilmay qilgan gunohiga nima qilayotgan bo'lsang, Allohim ber. Bular tushunmaydi gunohini yoshlikda qiladimi, boshqada qiladimi. Endi o'zing bilasan. Hamma narsaga qodirsan-ku. Shularga ber deb tilayman. Alloh hamma narsaga qodir. Shunchalik yashab turibmiz, Xudoga shukr. Opasi o'lib turibmiz. O'zbekistonda yashaganimiz, O'zbekistonda dunyoga kelganimiz ham ancha yaxshi. O'zimizga endi urush yo tungon yo bir balo bo'lib dunyoga kelmaganimizga ham ko'p shukr aytishimiz kerak. Allohdan qarzimiz ko'p. Bir nima bo'lib tug'ilib qolsak ham qaydan hayvon bolasimi yo jigit bolasimi yo rus bolasimi. O'shalar ham dunyoga kelgan bolalar ham qaydan biladi. Shuning uchun ey Allohim o'zbek bo'lib tug'ilganimizga shukr. O'zbeklik albatta torazi bor deyishadi. Shuning uchun shu torazini eslab buni uvol qilmaylik. Mana qilsam savob, mana qilsam gunoh degan xayollarga bo'lib yashaylik demoqchiman. Keling meni eshigingizdan chiqarmani Allohni oldiga g'iybat o'rab bormaylik. Albatta zikrlarni Allohni juda chiroyli narsalarni olib borishimizni Alloh nasib qilsin. Qo'lini oyog'ini ishlasa albatta olib borasilar. Kattalarni gapi kattalarda endi. Yoshlar endi tezlik qiladi, boshqa qiladi, xato qiladi. Ketingdan nima qildimki deb yuradi. Bir yoridan qisib qo'ysa, nima qildim deb yuradi. Tushunmaydi. Oldiga olib boradiga tomog'ida tushunmaydi. Shuning uchun har kunimizga shukr. Har kunimiz bayram, har kunimiz said bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsa, odam tinch. Tenjonlarimiz sog' bo'lishiga ham shukr aytishimiz kerak. Kasal bo'lib anada yotqizib qo'ymasin Parvardigorim. Hech kimga qaram qilib qo'ymasin. O'zidan o'zgaga muhtoj qilib qo'ymagin Parvardigorim. Nimaki yaxshi kun bo'lsa boshimizga sol, nimaki yomon kun bo'lsa boshimizdan ol. Erkaklar ham ishiga rivoj bermasang qatib qoladi. Xotinlar kasal bo'lib qolsa, unda o'zi bola chaqasini g'ami, erini g'ami, xullas hamma yoqdan o'rab kelib, beshbastar bo'ladi dard qo'shilib. Ayollar ham yotib qolmasin. Asha jonim qirqda deb yuraversin. Tenjoni sog' bo'lsin. Erkaklarimiz ishiga rivoj berib, topganlariga baraka bersin. Qayda bo'lsa ham sog' bo'lsin deganman, deyman yana. Birinchi o'sha musofirlarni duo qilaman. Chunki duoyim birinchisiga qo'yganman. Ey Parvardigorim,
Şu özbeğlemi, beşgalamy gaýda musapirge ketgen bolsa, oýnap gelip gidip, oýnap gelip gelip murady gitsin. Hamma hawatyrda. Ona uklaýdym, hiç gaça uklamaýdy bolaly körmegençe. Şonuň üçin Allah özüň panahyda asragin. Gözümüze ok garasy bolýar, gaýda bolsaýam bu jigarlarymyz esen-aman bolsun, atgaman kasal bolsaýam bir beýle ölüp, okat ölüp boralmasa, habar olamasa çöli kampirler, yo öke-ökeler, bala-çakalar, aýallar ýoş. Şonuň üçin şular işige rowaz bergen, birinciden tenjeni sok kılgyn. Nime niýatda ketkämse niýetige ýetsin Parwandygar Alam. Hudaý ýaman gözlerden, düşmanlardan, küllühüm baloklardan, polokatlardan şolany Allahym özüň panahynda asragin, esen-aman Özbekistanyga ýetip gelişini Allah özüňden sorap golaýman. Gündüzüm geceýi gündüz soraýman sandan ey Allahym. Bu gözümizde ok garasy albatta gözümizde aldyga gelsin. Şunday ekan, mana dadmanlaryň daddigäm şifa bergin. Dadmanlar köp. Kany indi dünýäge kelgenimiz vakitden hiç gaçan dad bolmasa. Hamma öz işini kılsa. Kany indi. Endi soň bolsaňyz, bugün okşamasa işiňiz ertege, indinge okşamasa indinge. Aşna kılıp köz soň bolsaňyz hiç ýötüp anele makmaýs. Albatta kylaýly, erkady ruhatyndyr bir hareketini kylaýdy. Kany indi soppa hiç şu kasallar bolmasa adamlarga. Borgaçeri kasallaryň türi köpeýip ketgenden korkup ketemana goý. Şunaka kasallaryň ünü üstüge many pandemiýa degen narsasy başymyzga müş çyrganda boldy. Mana pandemiýa bahana bolup kança insanlarymyz olandan başga mamlakatlarda ötüp gitdi. Ular nimege geldi, nimege gitdi dünýäden özýän bilmän kaldy. Şonuň üçin ey Hudaýym bir dat köterelmädiň dat bermegin bizge, köterelmädiň gam bermegin bizge Parwandygar Alam. Hemişe güç-gowat bergin. Etdimiz hemişe tinç bolsun. Onda hazırki katakollarymyzga albatta gaýny oýlady, bita oýlany oýlamagandak. Insaf bersin, sabr bersin, ularnýam abedi kılıp goýmagan. 5 günlügi bormy ýokmy, hammanýam şatdy ketip, batdy ketip şatdy galypdym. Şonuň üçin mana şu ilgerigi kadymky kalendar bolady, dowalga ösüp goýup bitte ýitdilerdi har gün erinmasdan. Şoňa oňşap bizem ömrümizde har gün bir waraga ötdimi, bir waragyny ýitdilerdi. Biz bunga hursdan boluşymyz gerekmas. Huda har ýitken günimiz öýakka ýakyn bolýapdy dep ýyglaşymyz gerek. Öňümizde ölüşimiz gerek. Mana Helime hanam İbrahim'e attılar. Ölüm degen nime degen? Ölüm degeni bu taýýar mısan degeni. Dep attılar. Bu hakykatda togry gap boldy. Onda ölüm degen taýýar mısan doýum, ette geledi, keç geledi. Hiç kim bilip bolmady insanlar. Ýoşan bolup dep bolmady, gaýrlanam dep bolmady. Onda ota-onaga meros, balaniki ýaman. Balaniki ýaman. Hudaýam beýwagt ölümlerden soklaýsyn, küllühüm balalaryda ölüm beýmeklikden soklagyn. 5 günlügimiz barmy, ýokmy, ýaşymy, işgalyp Hudaýym seni panahynda ýaşap ötüşne tefrüzlik kılgın. Mana gör, kapan degen nasyam nesip kılaydym, kılmadym dep ogry mahalda. Adam korkubam, kaladam boldy, örüş deýbeste. Erkalan judem ýaxşy göredim ilgari. Ogul bala tugylsa erkalymyz mana söýnedi. Çünki ýerimde bolsam ogul bala öýge non ep geledi. Ýerimde non ýüzsaňyz kız bala ep keter degen gap bar. Şonuň üçin men şu ogul balagam dedem ýaxşy göredim. Indi üleýän mandaka tuta tökülüp uruşlerde manda bolsa, indi urusma, özbeme, jügütme, gaýnakdomy, garynymy gaýny bolasy bolsaýam, bulany bokup şunçaly oýga ýetkeziş özü bolmady. Onalarny allaqaçan çöçe gargan bolady. Şonuň üçin bulany indi urüş kılıp, oýunçak bolmasa urüş, şu urüşke ep gitip, manda kılıp, galaba kuzanamyz dep ketebergeni şey diýýär, ýokma kaldy manga ogul balla diýär. Ogul balla diýär.
ahmoq qoldi. Onam bor, naşi rodina dep çıkadylar. Ona kulunu köter. Endi şaň üçin özbeýle gaýda bolsanayam ahlynyň oldyny öliňi. Bizde ona vatanymyz Özbekistan. Şunu himoya kılsanayam katta gap. Indi işläp gelýärdiler, maýly nime diýimiz? Ozmy köpmi rızkymyz gaýda bolsayam endi şunu töpüşke çöçüp goýady. Allah rızkyny indi öşeni tirip ýeýiş, dirip ýer dünýäden ötüşimiz bor gap bu. Unda uzakda bolsanayam ey Allah'ım rızkymyň hiç kim, ýurtymyz tinç. Boşga ýurtlaryam tinç bolsa, goşunyň tinç bolsa, sen tinç bolasan. Gör goşunyň tinç bolsun diýilgen-ki. Şu ýonsa sanam ýonasan diýilgen. Şunyň üçin ey Parwardigarym, aşa Russiýadaky uruşlargaýam Hudaýym barham bersin. Hammaga insap bersin. Bular temir tesany ota bergenim bilen poýdasy ýok. Ança adamlar tutda tökeletdi. Ondan göre özü ringe çıkıp, şort giyip, iki tapa şa uruşsa, ana. Kasilesi yengse, ana onu galap edese bolady. Hamany adamyny öldürip, bu temir tesalyny ota bergenden poýdasy ýok. Gaýnynda hammaga insap berse, ey Allah'ım, sen hamma narsaga gadyrsan-ku. Sen hamma narsaga gadyrsan. Şu uruşlaryam tinjitip, hammasyga sabyr kılıp, sabyr bergin. Putin'yam ilgari hamma duo kılgap. Putin ýoş bolsaýam hammany Özbekistan tugul boşga mamlakatlaryňam adamyny işletip, kança oý gyddyryp, hamma oýlany gyddyryp, Moskwany özleşdirgen özbeýleýär köpe. Şunuň üçin endi duo kılgamyz. Endi hamany gargaşyga golmasdan, şunaqa kılmasdan çyrally oýlany, ýangy kremllerini kurduryp, çyrally ýaşaşga häwäs kılıp, maýly işlätsin, pulunu bersin, boýakan, tenjeni sog bolsun. Hammaň duosyny alady. Hamma ýurtdagy adamlar işläp, pulunu ölep gelse, üýam hursan oýla kurganyga, bu bizam hursan indi ozgina bite oý kılıp alamyz, boşuna kılıp alamyz degen niýatda bar edip. Özbekistanda hem de ilgerigindeki işlerinde rivadi ýok, bilmedim nime bolupdy. Onda Özbekistanda kaptak joy diýişedi. Şuna bolsam özümizge ýaraş döwlet fabrikalarymyz bar bolyşy mümkin. Ilgari maktaplaryny bitene döwlet fabrikalarga berkitip goýady. Şu biri ahyrı körsetip örgetip şuňa tykpay galady. Şuna işläp gaýra peçege çykarlar köp. Şunaqa, enelerim şunaqa kılgan. Vites kombinatda, vites mana konservadowitdan peçege çıkıp maktab bağlagan, peçege çıkıp şular şunaqa işini ýaşap. Onda bilmedim bu uruş bu temir tesa otup bir oğlanı juddayam. Bu bitti uruş bolasa ölseyam bitti bolady. Uruşka biziki köp bolsam onda bolsam onu boşka. Berber özbeýle köp garymdan kıynalyp, synalyp, demeýnet köp bolady. Şunuň üçin iltimas başga ýitledenam. Çyrally oýlany gyddyryp, pullarny berip, sileýam ýaşany, bizem ýaşalyk deyip kileşip, hamma mamlakatlar ýaşasa bolady-ku. Endi bu bitte bombany pulugam ança ýaşasa bolarka. İltimas duoýymyzy ölüp, şunaqa bombalary ýokatyp, onunga çyrally oýlany, çyrally joýlaryny kursa bolady-ku. Ey Allah'ım hammaga insap tapyp bergin. Hamma abadi emas-ku. 5 kilo dünýäde indi ýaşaman degende bu ýigitlerini öldürip ölüş ýakşamakdy. Bu bolalar öldümi ýigitler? Onayam allaqaçan öledi. Oşa howlyga allaqaçan zarba ýetken bolady, bomba düşken bolady. Birimi şu bolam dep ütüp ketedi. Illat kalam ota izledi, ona izledi. Bola ölse albatta kabirge koyulmady. Onany ýüregi kümle diýilgen. Şunda kılıp yüddem indi koludan bir poýda iş gelip 3-4 tane tapaman degende öldürüveriş. Bu vicdanly iş emas-da. Bu ýaşy adam iş emas. Insan ekamyz bir-birimizge ýordam beraýalyk.
Ana shuncha kun olgan duosini endi teskariga qilmasin-da Putinam. Putingayam, o'sha Ukrainagayam insof bersin. Endi Putin ham juda katta mamlakat, rossiyskiy sessiyar bo'lgani uchun ham ana kichkina mushumi, sichqon bilan o'ynashgandek bo'lmasin-da, aqli bor Putinni. Shuning uchun hammaga insof tilayman. Hammani odami o'ziga aziz, hammani bolasi o'ziga aziz. Shuning uchun bitta o'lgan xonadondan bir umr baraka ham ketadi, bir umr aziyat chekadi. Ancha yashadi, 5 kun, 5 yil oldin shu bolani g'amida o'lib ketadi. Shu xonadonga bomba tushadi, o'q tegadi. Shuning uchun shunaqa qilmani. Qo'y urus, qo'y qozoq, qo'y manaqa Koreya, Xitoy bo'lsa ham baribir bo'ladi. Bugun tug'ilib ertaga katta bo'lib qolmaydi bu zalansingan. Juda qiyin. Buni mas'uliyati juda qiyin. Bu ona nima kunlarni ko'radi. Bitta bola shu bir non olib kelib onasini boqish uchun qancha narsalarni boshdan o'tkazadi ona. Endi o'g'lim oshga yetdi deganda bolalarni o'ldirib yuborish, bu ham o'zimizni bolamizga emas, boshqa bolalarga ham qo'yaman. Chunki onaman. Chunki bolani boqish qiyinligini erkaklar uncha bilmasa ham, albatta ishda bo'ladi bilaydi. Ishda bo'ladi. Onani qiynalgani uncha bilmaydi. Kechasi ham uxlamaydi, ona bilasizlar. Kasal bo'lsa ayniqsa. Shuning uchun iltimos butun mamlakatga jar so'lib ham aytaman, tinchlik bo'lsin. Iltimos hammaga insof bersin. 5 kunligimiz bormi yo'qmi? Chiroyli yashab o'taylik. Puliga pul qo'shilsin, o'ylani qursin ko'pgina. Mayli qayni odamni ishlatsa ham chiroyli qonuniy qilib pullarni berib, chiroyli o'ylanib qurib, qancha bola o'lib ketganiga yuragim g'ash qildi. Bizni bolamiz bo'lmasa ham o'sha onani bolasida qanchalik mehnat qilib shunchalik katta qilgani uchun shu o'lganda baribir onamiz hamma bolaga qo'yamiz. Shunday iltimos, dunyoga jar solinglar onalar, tinchlik bo'lsin. Urusmi, qozoqmi, qirg'izmi, Xitoymi, Koreyami, hamma onalar bir bo'lib jar solinglar, jar. Bola kerakmi? Jar solinglar. Bizni o'g'lonlarimiz orqamizda qolsin. Chiroyli mamlakatlar qilib, chiroyli yashasin. Nevaralarimiz ham chiroyli kun ko'rsin deb duo qilaylik. Kelinglar, shu bolalarimiz orqamizda qolsin. Shu urushga ketib o'lib, cho'li kapir qolib, hech nimaga kuchi yetmaganlar ham ko'p. Endi bergan puli ham nima bo'ladi? O'rgilib ketadi. Pulingdan ham ko'ra o'zimizni bolamiz aziz. Shunaqa ekan, ham qo'ymasin, ko'p ham qo'ymasin degan gap bor. Qayda bo'lsa ham o'zbeklarmi, boshqa mamlakatdalarni yutlanib oladi bo'ladimi? Bolami? Bola. Hech qachon bolalarimizga ozor chekishini istamaymiz. Iltimos, butun dunyo onalari jar solinglar, jar. Bolalarimiz uchun jar solinglar. Hech qachon hech qanaqa yurtda hech qachon urush bo'lmasligini jar solinglar. Chunki bolalar mana ko'rsizlar, qiyinchilik bilan katta qilyapmiz. Iltimos onalar, iltimos. Bu bolalar deb urush ekan deb ketaverar ekan. Yo'q, bo'lsa bo'lmaydi. Biz ko'tara olmaymiz. Onalar, otalar ko'tara olmaydi. Iltimos qilaman. O'sha Rossiyada yashayotgan agar urushga tayyorgarlik qilib boraman, pul kerak deganlar ham xato qiladi. Ko'rib turibsizlar, qanchasi o'lib keldi, o'sha pul nasib qilmadi. Biz bu yerda o'sha pul olib kelganingizda yeb hazm qila olmaymiz. Biz uxlamaymiz ham kelmagunimizcha aytib qo'ya. Hech kim urushdan to'q kelmaydi. Men urushga borib keldim, o'sha pulni bersam uyimga ketibman deya olmaydi. Senga o'lganingda hisob o'shadi. O'lganingda hisob. Shuning uchun bolalarimiz qayda bo'lsan ham iltimos, qayni bolasi bo'lsan ham aqlingni olinglar, ishingni qilib, iltimos orqaga qaytinglar. O'zbekistonliklar O'zbekistonga hamma yurtliklar hamma yurtga qaytsin ishini qilib. Hammaga insof bersin.
o'tganlarini ota-onasiga sabr qanoat bersin, allaqachon ado bo'ldilar. Shuning uchun duo qilaveraylik, duo qilaveraylik. Eson-omon qaytib kelsin. Shayton yo'lda urmaysin. Iltimos, iltimos. Dadmonlarga kelsak, dadmonlarni dardiga shifo bergin. Singlisimi, otasimi, qizimi, bolasimi, ey Parvardigorim deyman doim. Aqaratganlarni ham baqaratib qo'ygin. Ro'za tutmasa ham baqaratib, eson-omon ulg'ayam hayitlarda uyiga tushsin deyman, deganman ham. Doim duo qilaman, iltimos. Shundoq ulg'ayam kunlaringda Parvardigorim hech kim kasal bo'lmasin. Bannisalar bo'sh qolsa qolar. Ey Parvardigorim, hammani dardiga shifo beruvchi o'zingsan, dard bergan ham o'zingsan. Shifosini ham bergin. Shundoq ulg'ayam kunlaringni hurmati, iltimos. Ey Allohim. Shunchalik yurganimizga ham shukr qilaylik. Hech kim dard chekmasin. Endi ikki xatlarga kelsak, ikki xatlarni ham Xudoyim oq yo'l bersin. Oq yo'l berib, Xudoyimda eson-omon tug'ib, bag'riga bosib, 9 oy ko'tarib yurganda bular boshdan ham nimalar o'tadi, juda qiyin kunlar o'tadi. Shuning uchun ey Parvardigorim, tilaganni tug'ib, bag'riga bosib, tushib ketishini Alloh sendan tilayman. Befarzandga kelsak, men aytdim haliyam, befarzandga farzand bergin Parvardigori olam, berariydan qismagin. Sen saxiysan, sen Allohimsan, sen g'aniysan, sen boysan. Ey Allohim, yo Rabbim, yo Rabbim, yo Rabbim. Sen hech qachon berariydan qismagin. Chunki bular gunohini tushunadimi, tushunmaydimi ki beraver. Bizaki bir qiynalib yursin, bir ikkita tug'ib. Hech kim armonda o'tmasin. Bu dunyoga ertaga yana kelish yo'q. Qaytib kelmaymiz bu dunyoga. Shunday ekan, qarzdorlarni qarziga najot bergin Parvardigori olam. Bu dunyoda bu yomon dard bilasizlar, qarz. Darding bo'lsa ham qarzding bo'lmasin degan maqoli boshdan o'tgan odam o'tgan. Shuning uchun hech kimni qarzi bo'lmasin. Kelinglar, qarzlarimizni ham nol qilib yuraylik. Hech qachon qarz bo'lmaylik. Xudoyim, endi kommunal hammani bo'ynida qarz. Endi bankalar, bu ishonch deganda bu ko'p narsalar, kredit degan narsalar hamma odamlarga yopishib oldimi? Shu bir yana qarz bo'lib qoladigan bo'ldi-da hozirgi zamonda. Kimni qarasang kreditdan qarzman, falondan qarzman. Haqiqatdan qarz bo'lganda kreditdan ayniqsa haligi nima deydi, barakasi bo'lmasa ham pul, barakasi bo'lmasa. Endi o'sha narsani birdaniga pul to'p ololmaysiz. Endi bag'i ham bir tomonlama yaxshi. Endi qarz bo'lsangiz ham, oz yesangiz ham, desangiz ham bitta kerakli narsani olasiz-ku. Shunaqa ekan, bilmadim hozirgi zamonda ancha odam qarz. Bankalardan qarz, bu kreditlar, boshqalar hamma. Shuning uchun qarzimizga najot ber. Jumlani qarziga najot ber. Ularni qatorida bizni ham, meni ham qarzimga najot ber Parvardigori olam. Topgan tutganimiz oz bo'lsa ham barakali bo'lsin, barakasini bergin. Hamisha yurtim tinch, osmonimiz, bitta osmonimiz emas, hamma yurtda osmon musaffo bo'lsin Parvardigori olam. O'sha o'q dorilarni hammasini pul qilib, mana bir chiroyli o'ylarni qurib, odamlar rozi qilsa bo'ladi. Ey Parvardigori olam, hech kim pulimdan qurol yaroqqa ketmasin. Endi shunaqa urush degani endi mana shu chegaradan kelganini mayli qirib tashlash mumkin deyilgan. Hammaga insof bersin Parvardigorim. Shundoq ham kunlarda ro'za tutib olaylik, eson-omon. Endi namoz, duolar, mana bu boshqa narsalar hammasi, boshqa ro'zalar hammasi o'zimiz uchun. Alloh endi bizga mana shu ro'zani farz qilibdi. Albatta Xudo xolasa tenjanimiz sog' bo'lsin, tutib berishga nasib ro'za qilsin. Hamma kasallarga ham dardiga shifo bersin. Shu ulg'ayam
kunni hurmatlardan tilayman. Parvardigorim hamman tinch qilgin. Shunaqa ekan doim kalimamizni o'qiverish nasib ro'zi qilsin. O'tganlariniga ham Qur'on o'qib, mana shunaqa qilib bo'shamasani deganman. Man juma, payshanba kunlari arvohnomada keladi, arvohlar deyilgan gap bor. Endi domlalar payshanba kuni shomdagini ham o'qiyveradilar. Juma kuni ham arvohnomada juma kuni ham keladi degan gap bor. Shuning uchun juma, payshanba albatta o'qib, hamma o'tganlarimizga, hamma ota-onalarni bormi, ini-singillar bormi, bola-chaqa hammaga ahli qubur mo'min-mo'minlardan mangoni boshqa itlarni bosib yotgan aziz avliyo, qora qurbonlar hammadan Allohim rahmatiga loyiq qilishini so'rayman. Ey Parvardigori olam, yana bir marta o'zbek qilib yaratganingga shukur deyman. Endi men ham anchadan beri chiqmay qoldim. Nimaga deb sababi bor. Meni ham kelin oladiganman. Uylarimni remont qildim. Meni ham bilasizlar, o'zim nogironman. Farzandlarim ham nogiron, o'g'il qizim bor. Shunday ekan Allohdan tilab kelaman, albatta shifo berishiga umid qilaman. Shunday ekan endi men bu bolalarimga qarab kelaman. Kuchim yetsa yetmasa, men ham ukam 70ga kirib qoldim. Shuning uchun kuchim yetib yetmay qolibdi. Meni ham bir dard hozir qamsab kelyapti. Shu ham ozgina yuragimga g'ash bo'lib qoldi. Endi men bolalarimga qarashim kerak. Shuning uchun kuchsizlikdanmi, boshqadanmi endi remontlar bo'ldi. Men ham o'ylarim deyarli yaxshi bo'lmay qoldi, juda yaroqsiz holga kelib qolgan. Endi shuni ko'rib musulmon ekanda odamlar, musulmonga yordam berar ekan. Shu ko'rib qolib bitaysa bir ikkitalar ham keldi. Har kimni olib kelishdi remont qilgan. Lekin puli yo'q. Shuning uchun ko'rib ketishdi, boshqa qilishdi. Mana oxiri bir yosh insonlarimiz, o'zbek fuqarolarimiz kelib, ikkita uchtasi mayli biz ham pulimiz yo'q, katta ehson qilgani xolajon, o'yingizni qo'limizdan kelgancha yevro remont qilmasa ham shunchaki bo'lsam remont qilib beramiz deyishdi. Tenjonlari sog' bo'lsin, 1,5 oy, 2 oy remont qilib pul olmadi. Hatto ovqatimni ham yemadi. Rahmim kelib issiqligidan ikkita toruz olib kelib so'yib berishga qodir bo'ldim. Zo'rg'a yedi zo'rlaganimda. Juda issiq edi. Choyimni ham ichishmadi. Endi o'sha hatto qurg'oqliqni go'shtini ham yemasdan shu so'sam ehtiyot deb yemay saqlab keladigan bir birodarim hali dinligida. Shuni ustalarga deb olib kelsam ham yeyishmadi. Choyimni ham ichishmadi. Mana shu 10 kilo, 15 kilo, 20 kiloli suvdan olib chiqib qo'ydim. Ilojim yo'q. Zo'rg'a shuni ichishni zo'rlasam. Kun albatta issiq edi. Biz endi pulimiz yo'q, sizga beradigan qo'limizdan kelgani shu bo'ldi. Xolajon, shu uyingizni remont qilib beraylik yo'qasam deb o'ylarim remont qilib, chiroqlarimni yangilab, pollarimgacha bo'yab ketishdi. Yetti yamoqlarni qilib. Eshiklarim ham sinib ketgan. Endi ko'rsatsam ham bo'ladi. Videolarga ham olib qo'yilgan. Endi shunaqa qilib ketishdi. Pul olmasdan qochib ketishdi. Xudo ikki dunyoliklarni obod qilsin. Nima niyatlari bo'lsa niyatlarini bersin. Yig'lab duo qilganimcha qoldim.
O'ylarim ancha odam bashara bo'lib qoldi. Endi buni aqasur, baqasur, endi qambag'al bo'lsang ko'chib o'tdi bitta taxtada qoqayverib men yog'idan bitta divanim bor. O'g'lim yot edi, shuni endi og'irlashib ketgan bo'lsayam aqasur baqasur bo'lib qoldi. Shundami, shu poloslarimniyam ana ikkitasini bir kelinim juda qarovsiz yarog'siz holga keltirib kir qilib ketgan. Shularni endi yuydiray desam qimmat ekan. Pulim muammo bo'ldi. Oxiri o'zim bir ko'chada qayerdadir topib ko'tarib sekin yuvib keldim. Ko'nglim tegdak qilib yuvib keldim. O'shandayam bir qo'lim oshiq-mashig'dan tevak chiqqan. Oyog'imni yerga qadam qo'yadigan joy singan. 2 marta gipsda yaxshi bo'lmadi. Ko'p yurolmayman. Shunda bo'lsam harakat qilib pardalarimni yuvib, kamini olib, poloslarimni yuvib solib oldim. Chunki men ham kelin olishim kerak. Kelinim ketib qoldi, bizni nazari ilmadi. O'g'limni nazari ilmadi. O'g'lim yotib qolgan, ishi yo'q. Nervisiga ukol qilib qo'yilgan. O'zi DSP kasal edi. Endi bir shu больницada yotganda shunaqa qilib qo'yishdi. Shunaqa ekan, endi nima ham deymiz, peshonadan nima bo'lsa shuni ko'ramiz. Xudo endi dardni sinagan sevganga beradi deyishadi. Xudoga shukur. Xudo hamma narsani saqlasa, albatta ko'zni ikkita qilib qo'ygan ekan. Shu bitta ko'zimni shunda og'ir ko'taraverib tomiri, ko'radigan nervi tomiri uzilib ketdi. Shu endi bora ko'rmay qoldi. Endi nuri tarqab atrofida yuribdi. Endi buni doktorlar eplolmadi. Toshkentga o'zi berishni Namangandan. Toshkentdagilar operatsiyaga kelasiz deyishdi. Operatsiyaga boray desam pul deyishdi. Endi order deyishdi. Order endi olay desam order o'tmayotgan. Dekabr oyida order o'tmaydi. Sarhisob yili oyi deyishdi. Shundan keyin pul deyishdi, topolmadim. Tezroq keling, yangi yilgacha qilish kerak deyishdi. Endi ilojini qilolmadim. Yangi yilda hamma xuddi to'palang. Endi fevraldan boshlab order olindi. Unga ro'zg'or pullarni topshirib, orderni bir balo qilib Toshkentga jo'natdik. Endi Toshkentda operatsiya chaqirdi. Borsak nasta deydida. Biz bu orderga operatsiya qilib qo'yaveramiz. Lekin 10 million pulni o'sha shahringizda gahrini tekshirib ko'rdik. Gahari yaxshi emas. Chiqqan baqa gahar. Shuning uchun shu gahar quydirib kelasiz. Dillardagi narsa qimmat, doktorlarda bo'ladi. Endi bu yerda yo'q. Endi o'chishib ketishi mumkin. Shuning uchun biz o'sha ordenga qoningiz 3 oygacha hech qilmadi, tikib qo'yamiz deb shunaqa deyishdi. Endi torozim qo'ltig'imdan tushdi. Ilojim yo'q. Endi engishman deyishgan. Oxiri engishib endi namozim qolsa chidolmayman. Yostiq qo'yib o'qishga ham chidolmayman. Xullas kalom o'qidim. Boshqa bo'ldi. Qaytdim, yig'ladim, boshqa qildim. Endi ko'zim gavhari tushib ketib ham qoldi. Endi bir ko'zim ko'rmaganiga yarasha zinalarni ko'rmayapman. Ikkinchi ko'zim ham ancha xira. Aqalli bitta ko'zimni saqlab qolamiz deyishgan. Endi ko'rishgan.
hemen dedesi pul bo'lyapti hozir. Doktorlarning ilgarigi operatsiya ilgarigi bu doktorlar yo'q. Hammasi pul bo'lib qolishgan. Ular ham shu bergan pulini so'figa yashaymiz deganda qildi. Bolalarim bu ahvol. Qiynalib qolmayin, shularga qarashim kerak deb borgan jodim edi. Qaytib keldim, yig'ladim. Kechalari Xudoga nola qildim. Ey Allohim, o'zing shu dardni berding, shifosini ham bergin. Endi bu tomir qaydan uzilgan, bular ham topadim, topmadim desam endi g'afaram bo'lmaydi dedi. Endi buni hal qo'ydirish iloji bo'lmadi. Yig'lab qolaverdim. Endi O'zbekistonmi, o'zbeklarimiz bir-birimizga yordam qilib kelyapkanmiz. Agar yordam bersani, ish ko'zimni tuzatib, shu farzandlarimga qarashim kerak. Qo'rqinchim yo'q. 15-yilda otam o'tib ketgan. Singillarim, ota-onam, amaqaynim hammalari o'tib ketishgan. Shuning uchun qiynalib qoldim. Shu bolalarimga endi qandoq qarayman degan xavf meni ezib qo'yyapti. Iltimos, men sizlar uchun doim duodaman. Yig'lab duo qilaman. Kecha kunduz mana Ramazon oyida yana men uxlamayman deganman, uxlamayman. Hammani duo qilaman. Shu agar yordam beryapsani majbur emas. Ko'nglidan chiqqanicha hozirgi zamonda endi yashash qiyin bo'libdi, majbur emas. Agar ehson tariqasida berasizlarmi? Endi qarzga desam, men qarz yomon ko'raman. Endi buni uzishga ham aqlim yetolmaydi. Shuning uchun agar himmatlik, o'ziga to'q boy badavlat, ishlariga rivoj bergan joy bo'lsa, insonlar bo'lsa, iltimos, ozgina yordam berib olsani. Bundan keyin bu bolalarimga kim qaraydi deb qo'rqdim. Ko'zimni sizlar ham duo qilinglar. Ko'pik ko'lga deyilgan. Men sizlarni qilaman doim duo. Hammani yuragimni ichida saqlayman. Hech qachon O'zbekistonimga ko'z tegmasin. Bolalarimizga ham tikan kirmasin. Bu bolalar nima qiladi bundan keyin? O'zim evlab turuvdim deb salag'am bo'lib qoldim menda ham. Shuning uchun men birovdan bir so'm tilagan emasman. Qo'shnidan ham narsa tilagan emasman. Otam agar eshiklardan yo sabzi, yo piyoz, yo bir nima tilaversang, senga keladigan eshiklar yopiladi deganlar. Shu qulog'imda turganligi uchun sho'rvaga aytadigan narsam sho'rvaga, oshga aytadigan narsam oshga, hoddaga aytadigan narsam hoddaga. Shu bir kun o'tsa, ana Xudoning bitta kuni o'tadi-ku deyman. Yo'q, shu bugun uni qilmasam bo'lmaydi. Qazolim bo'lsa buni ayt desam bo'lmaydimi? Yesam bo'lmaydi degan niyat bo'lmagan. Endi baloga dedi, men hadab baloqqa qayda yeyman. Shunaqa. Nimadan bo'lganini men ham bilmay qoldim. Shu ancha mehnatim kuchi bo'lib qoldi. Shunga bo'ldim endi. Bilog'ma qildim. Shundan o'lg'am kunlarda himmat qilsani, Alloh sizlarga himmat qilsin. Ehson qilganlarni Allohim ehsonni o'zim beraman degan, o'zi bersin. Meni yo'qlaganlarni Alloh o'zi yo'qlasin deyman. Men o'g'limni sim kartasi bilan mana shu telefon nomerimni qo'yaman.
har xil hayolga bolmany. Man ozmy köpme künüp gelgen ayolman. Man katta yep, katta kiýemen degenim ýok. Menge bu dünýä narsy kerek emas. Awkat üçin ýaşamaýman. Şonuň üçin mana şu ýangy ýyligem bitte sagsyzdam kirgenmen, bitte sagsyz. Hudaýam meni agdamana bilip galyşdy. Ýok, musulman ekenmiz, musulmanga ýordam berişdi. Gaýdan bilişdi bilmedim. Bizikige unça adam kirip çykmaýdy. Şunday eken, Allah'ım bütün dünýämiz tinç bolsun. Analaryň bagtyga tinç bolsun. Kanakadyr gasy millet bolsaýam, analarym, ýütelerym tinç bolsun. Hammaga insap bersin. Ogul kızlarymyz Hudadan da voyaga ýetip bakly, howly bolsun. Bagtyny görüp ýüriş hammamyzga näsip oludy kılsın. Parwardigarym. Dep tilap golaman. Hapa bolmaýsylar. Man özümem nime bolýanmy bilmän galdy. Onda kekseligam boluşy mümkin. Ata-anam borligide endi balam öpüp galdy dep albatta dowalaşdy. Balkim ötkezi borgandyrma. Merikmati ýotkam ýaşlygymda ata-anam borligide. Endi borgan seri boşamadym, özümge garamadymmy. Onu bolam dep ýaşamyzky. Şonuň üçin iltimas şu bolarym kynalyp galmasyn dep tiledan judayam hyjolat kılıp iltimas kılıpdym. Hudaýa biri bergenlige millionni bersin. Parwardigar olam. Eksen kıgalyna da halasa eksenini beredi. Man tilege bir riwayat atmakçyman. Hazır indi kip galdy. Bir insan yürüp düde ýaman çatçat. Maşyna ýok, başga ýok. Ahyry bir teralene bölügi tegi bölüp şu adam kulap gotdy. Gonu açkan, çatçagan, papada. Ahyry şunday ötüpdi-de hüdünni başa goýup taş bolup gatyp gotdy. Şunda bir joga kirip gotdy. Kirip hayratdan gotyp gotdy. Bu kozonda oşlar damlangan, bu koskonda mantylar, bu jarköpler, bu petirler, nonlar, bu katta toğralardagi nok olmalar, meveler, şeýle çyroly dastagonlar, ozy öçülüp gatyp gotdy haligilerini görüp. Nereke borsa daraklar, şundoq onurly pişip ýotgan noklar, vay, man kaga kirip galdym dep hayran bolup heliginden ýemen dep bite onury oladysy nerek gaçarmyş. Ol meni oladysy nerek gaçarmyş. Oşa oladysy nerek gaçarmyş. Hamma narsa kölçüdüp görüpdi, hiç narsany olmapdy. Ahyry vay töbe kıldym, bule nime bolýapdy manga? Nämetçe çürükli narsalar. Ahyr birat desem ýesem nime bolarky şularny? Dep hiç narsany olamapdy-da. Yana bir toraq jobarkan çykyp ketipdi. Ketip ahyry bite ötlerini üstü baraka ayrıgyn boýykan, kattagina ayrıg ekan. Şunu boýdy, şunça narsana ölüp ýeýelmedim. Hıda dep ýyglap uhlap gotdy. Uhlap, dakina bölüp, közi pişip, da garasy suwga ýarim tona akyp gelipkenmiş. Közige şunda tutýa bolunyp birdi. Hudaýym, nonmy bu? Tutup bolsamçy depdi-de harakat kılıp şu ýarim tonany tutup etdi. Şu tonany tutup ölüp
Haligi odam yeb, qornini to'yg'azib, suvdan hovuch ichib, bet-qo'lini yuvib, Alloh shungayam shukr-a, shu nonniyam tutib yeyvoldim. Nimaga shunaqa bo'ldiykin, debdi-da, qorni to'yib bir maza qilib uxladi deb. Desa yana haligi ovqatli, nimalar ko'p. Ey Parvardigorim, manga shuncha narsani ko'rsatdingu berganing yo'q-ku. Nima uchun manga ko'rsatdingu bermading? Buni sababi bormikin? Sanga shukr qildim yarimta non berganingayam, desa bir tomondan ovoz ketdiki, ha, shu yarimta nonni yedingmi? Ha, yedim. Shu seni rizqing yarimta non edi. Bir vaqtida Xudo ishingga tilab kelganda shu yutgan noningni yarmisini sindirib bergan eding. Sen undan boz ehson qildingmi, qilmadingmi? Hech qachon ehson qilganing yo'q. Sen o'zim deding. Ehsonni unutib qo'yding. Bu mevalar, oshlar, hamma ko'p ovqat, qand-quslar, bular hammasi insonniki sanga o'xshagan. Chunki bular u dunyoda keladi, egasi bor bularni. Shu hamma narsalarni insonlar ehson qilgan. Albatta egasini bular kutib turibdi. Ular o'z egasini topadi. Sen ham, noning ham o'z egasini topdi deyilgan ekan. Cho'chib uyg'onib, voy tavba qildim, nima ehson qildim o'zim deb o'ylab topolmagan ekan. Hayron bo'lib yig'lab yo'lga tushgan ekan. Endi xullas kalom qissa shuki, ehsonni Alloh o'zi ehsonni beradi. Shuncha ehson qildim. Alloh yeb ketdimi, hamma yeb ketdimi, nima bo'ldi, nima yo'q deb gumon ham qilmang. Chunki albatta Alloh u dunyoda sizlarga ikkinchi qilib beradi. Albatta saqlab qo'yadi. Shunday ekan, ey azizlarim, men sizlardan bir nima tilashga judayam qo'rqib, judayam uyatib ketyapman-u, ilojim yo'q. Himmatingni, hoy lak bosingni, hoy mana kommentariy yozingni, hoy ehson qilingni, hoy ehson qilmangni o'zingizga havola. Chunki hammani ham yuragi, hayoli, vijdoni bo'ladi. Odam o'z vijdoni bilan yashaydi, yashasa yaxshi bo'ladi. Tan-joningni sog' bo'lsin, topgan tutganingni to'ylarga buyursin. Xudo iymonboy bo'luvni, ikki dunyoligingni obod va yana obod qilishni Allohdan doim tilayman. Menda xotirjam bo'lingni. Yig'lab ham tilayman, yig'lamay ham tilayman. Namozimda ham kechmi aytdim. Albatta bir kun bo'lmasa bir kun o'tib qoladi. Chunki men hamisha Allohga ishonaman. Chunki men Alloh to'g'risida ancha mo'jizalarni ham ko'rdim. Qani hayron qoldim. Shunday ekan, albatta sog' bo'lishingni, tan-joningni sog' bo'lishingni, bolajonlaringni oldingda bag'ringda bo'lishini, umringga rizqingga Alloh baraka berishini, ishlaringga rivoj berishini, ko'zimizni oq qoros hamisha qayda bo'lsa ham omon bo'lishini Allohdan tilab qolaman. Hech kim kasal bo'lmasin. Albatta safar ketganlarning safari bexatar bo'lsin. Albatta musofirlarni uyga qaytishiga Alloh o'zi yordam bersin. Alloh qayda bo'lsa ham o'zi yor bo'lsin. Shofirlarni ham tilaganman, doim tilayman. Shofirlarning yo'li ham borgan sari xatarlashib ketdi. Juda vaziyatdan chiqish qiyin bo'ladi. Militsiyalarga ham Xudoim insof bersin. Xudo shofirlarni ham tan-joni sog' bo'lib, hushyor bo'lsin. Hamisha charchab qolishsa chekka-chekkalarda albatta uxlashi mumkin. Ey Parvardigorim, qayerga ketsam bolalarim eson-omon borib kelishini Allohdan tilab qolaman. Shofirlar ehtiyot bo'linglar. Hamisha sizlarni allaqachon Allohga topshirib bo'lganman. Xudo o'zi panohida asrasin. Tinch bo'linglar. Eshitgan bo'lsanglar rahmat. Mendan xafa bo'lmanglar.
man aytganman, onaman, mehrga to'lib toshgan onaman, olatani ona qivalingni deganman. Onani hamisha bo'ri yaxshi Xudodan tilab tilayman. Albatta tilab turaman. Hammaniga onaman. O'zbekistonlikman. O'zbekiston fuqarosiman. Albatta musulmonman. Iymonli va ziyoli xonadonlarda yashab katta bo'lganman. Ota-onalarimizni, ini-singillarimizni, amak qaynonalarimizzi hamma musulmon va o'tgan qubur ahli mo'min aziz avliyo hammalarni Allohim o'tganlarimga rahmat qilsin. Men yana Qur'on o'qib hammanini o'tganlaringga Allohdan rahmat so'rab qolaman. Rahmatiga albatta oladi. Chunki biz albatta Allohning bandasimiz, musulmonmiz. Yana har xil rivoyatlar va yana nima kerak bo'lsa sizlarga aytaman. Ilmlarim ko'p-u. Ancha yuragim siqilib qolgani uchun yaxshi aytolmayapman. Hammani uchun rahmat. Endi laqbas o'zinglarga havola. Men majbur qilmayman hech kim. Hammani vijdoni bor, o'ziga yarasha narsasi bor. Rahmat, xayr, yaxshilikda uchrashaylik. Xayr. Hurmatli do'stlar, qilayotgan ishimizga baho berib like bosing. O'z fikrlaringizni kommentariya orqali qoldirib keting. Salomat bo'ling.